E'tiboringiz markazida yangilangan Toyota Land Cruiser 300 restyling juda ham chiroyli. Demak, tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlardan bu mana shu bamper ostki qismi, yonlariga moldinglar qo'shilgan orqa bamperi, lekin bu asosiysi emas. Asosiysi bu avtomobil endilikda gibrid tizimda ishlab chiqarilmoqda. 3,5 litrli turbo dvigatel hamda gibrid tizim bilan avtomobilimiz 460 ga yaqin ot kuchiga ega. O'zi benzinli dvigatelning o'zida 415 ta ot kuchi bor. Demak, bu avtomobilimizni texnik xarakteristikasida hadovoylari o'zgartirilgan, yumshagan va ana shu asosiy gibrid tizimi o'zgartirilganligi. Ichki qismda katta o'zgarishlar yo'q. Juda ham katta o'zgarish bu multimedia tizimida. Oldingi holatlarida mana shu haydovchi uchun yordamchi displey o'rtada bo'lardi. Endilikda to'liq displey ko'rinishidagi yordamchi displey va asosiy multimedia monitor ham o'zgargan. Endilikda zamonaviy, hattoki oldin 300 Toyota'larni ming odamlar bilishadi. Kameralarni sifati sal pastroq edi. Endilikda bu kamera sifati ham juda ham zo'r bo'lgan. Juda ham yaxshi holatda Apple CarPlay tizimlari bor. Endi qolgan joylari o'sha holat. 4 zonali klimat kontrol, o'rindiqlar isitish, sovutish funksiyalari hammasi bor va bu avtomobillar Toyota'ning rasmiy dilerlik markazi Toyota A Avto dilerlik markazida rasmiy 3 yil kafolati bilan sotuvda. A bozor yordamida siz nasiya savdo hamda trading asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Marhamat, gibrid tizimidagi Toyota Land Cruiser 300 ni xarid qilish uchun Toyota A Avto dilerlik markaziga murojaat qiling.